Shohi zindadagi zinapoyani 2 marta sanab ko'ring, har safar soni boshqacha chiqadi deyishadi. Do'stim bilan Registon maydoni va Bibixonim maqbarasi orqali yurib, nihoyat Shohizindaga yetib keldik. Bu yerda har bir bino san'at asari, ranglar, naqshlar, sokinlik hammasi o'ziga tortadi. Majmuaning eng muqaddas joylaridan biri Qusam ibn Abbos qabridir. Payg'ambarimizning amakivachchalari islomni bu yerda yoygan zot. Xalq orasida uni Shohizinda, ya'ni kim tirik shoh deb atashadi. Buning sababini videoni oxirida aytaman. Bu yerga kirgan zahotimizda yo'q, tarixiy joziba va osoyishtalikni his qildik. Har bir bino go'yo ming yillik sirni o'zida saqlagan. Naqshlar, ularni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Har bir devor, har bir gumbaz, mozaika va ranglar uyg'unligining durdonasidir. Shohizinda bu faqat tarixiy obida emas, bu joy yuragingizga savol solib, ruhingizga javob beradi. Binolarni birma-bir ko'rib chiqib, go'zallikdan bahramand bo'ldik. Va albatta mashhur zinapoya aytishlaricha, kim uni 2 marta sanasa, har safar boshqa son chiqar ekan. Juda ham qiziq, to'g'rimi? 12 va 13-asrlarda qurilgan masjiddan qoldik. Bu yerda esa tarixiy shaxslarimiz va o'sha paytdagi kiyinish usullari. Har bir maqbara yonida to'xtab hayrat bilan qaradik. Albatta videolar oldik, rasmlar tushirdik. Bu go'zalliklarni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmasdi. Shunday qilib bu joy tarix, afsona va yurakni larzaga soluvchi go'zallik. Siz ham kelib ko'ring va zinalarni sanab ko'rishni unutmang. Javobga to'xtaladigan bo'lsak, rivoyatlarga ko'ra u jangda yaralangandan keyin bu yerda g'oyib bo'lgan. Shu sabab xalq orasida uni Shohizinda, ya'ni kim tirik shoh deb atashadi. Agar yana ko'proq ma'lumot yoki video ko'rmoqchi bo'lsangiz, Dayratga yozing, havola tashlab beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.